Menga qara, Laziza sanmisan? Ha, men. Aziz akam bilan yurgansanmisan? Nima edi? Menga qara, xotini bo'laman. Aziz akam yoniga umuman yaqinlashmagin, tushundingmi? Yaqinlashsam nima bo'ladi? Qani sen yaqinlashib ko'rchi? Men senga nima bo'lishini shunaqa ko'rsataman. Sendagi xotini borligini eshitmagan ekanman Azakani. Ana endi eshitding, endi bilding. Xotini o'lgandi shekilli Azakani. Endi mamman xotini o'lgani o'lib ketdi. Tushundingmi? Agar yana bir marta Aziz akam yoniga yaqinlashsang yoki telefon qilsang, yoki telefon qilganlarda biron marta javob bersang, o'ligini ham topisha olmaydi, tushundingmi? Qarang-a. Qo'rqib ketdim u. Shunaqa men qo'rqitaman, qo'rqgin mendan. Qanaqa bo'ldirasiz? Oyog'imdan daraxtga osib o'ldirasizmi? Qanaqa bo'ldirasiz? Yo'q, shunchalik yosh bolacha fikrlaysan? Men sen sochingni ko'chada kalga olib, basharingga uksus sepib ketaman. Qanday tushunding? Hech kim qaramaydi. Hayotingda umuman hech kim qaramaydigan qilib ketaman. Oyoq qo'lim qaltirayapti. Guli. Valdirama, короче, meni eshitding, tushundingmi? O'zingga qarab ish qilgin.